Hurmatli do'stlar, birinchi navbatda Rossiya internet forumi ishtirokchilarini tabriklayman. Sizning yillik uchrashuvlaringiz allaqachon Rossiya internet hayotidagi asosiy voqealardan biriga aylandi. Rossiya internetida maqtanadigan narsa bor, u doimiy rivojlanish. Siz hammadan yaxshiroqsiz. Bilasiz, ya'ni o'tgan yili natijalarga ko'ra Rossiya zonasi milliy domenlar bo'yicha jahon reytingida 4-o'rinni egallab turibdi. Rossiya esa tarmoq foydalanuvchilari soni bo'yicha Yevropa yetakchilaridan biriga aylandi. Eng avvalo hududlarda foydalanuvchilar sonining ortib borayotganiga rahmat. Bu ayniqsa quvonarli albatta. Bularning barchasi onlayn loyihalarga, ayniqsa tijorat loyihalariga talabni oshiradi va bu ushbu forumning asosiy mavzularidan biri. Bugungi kunda tarmoq biznesi mijozlari maktab o'quvchilaridan tortib pensionerlargacha turli ijtimoiy yoshdagi odamlardir. Rossiyada millionlab odamlar allaqachon internet orqali tovarlar sotib olishmoqda. Temir yo'l chiptalari, avia chiptalar, mehmonxonalar bron qilinadi. Turli xizmatlardan buyurtma beriladi. Yaqinda bu shunchaki ajoyib tuyuldi. Lekin eng muhimi, bu haqiqatan ham odamlarning hayotini yanada qulay qiladi. Shuning uchun davlat onlayn biznesni yanada kengaytirish uchun sharoitlar yaratishi kerak. Xo'sh, bundan tashqari u qo'shimcha katta investitsiyalarni talab qilmaydi. Global inqiroz davrida ushbu biznes ancha yuqori barqarorlikni namoyish etdi va uning tarmoq bozorida rivojlanish istiqbollari birinchi navbatda loyiha yaratuvchilarining o'zlarining qat'iyatligi va ularning ijodiga bog'liq. Bu yoshlar uchun o'z kuchini biznesda sinab ko'rish uchun ajoyib imkoniyatdir. O'ylab ko'ring, 2012-yilda Amerika aholisi 314 million kishini tashkil qiladi. Ularning 8 millioni dollarlik millionerlardir. Bu har 39-odam bo'lib, ulardan 1,5 million millioner tarmoq biznesida o'z kapitalini yaratgan. Bu Amerikada har 5 millionerdan biri. Yaponiya ilg'or davlat deb hisoblaymiz. Bugungi kunda Yaponiyada deyarli barcha mahsulotlar MLM orqali sotiladi. Bular oziq-ovqat, kiyim-kechak, suv, elektr energiyasi, mobil aloqa va boshqalar. Rossiya prezidentining maoshi oyiga $10,000, Fransiya prezidenti oyiga $19,000, Amerika prezidenti oyiga $33,000. MLM kompaniyasining o'rtacha rahbarlari oyiga $50,000 daromad olishadi. Keling, o'rtacha 70 yil o'z-o'zini ta'minlash bilan yashaydigan o'rtacha bir odamning umrini olaylik. 16 yil uyquda, 25 yil ishlagan, 3-5 yil yo'lda va bor yo'g'i 5 yilini yaqinlari va do'stlari bilan bo'ladi. O'ylab ko'ring, tarmoq biznesda ilg'or 10-20 yilda erishilgan daromad darajasi endi 1-2 yilda erishiladi. Internet va Tilker tizimi tufayli bu ajablanarli albatta. Bilasizmi, tarmoq biznesi sanoati dunyodagi eng ko'p millionerlarni ishlab chiqargan. Bu videoni ko'rayotganingizda tarmoq biznesi tufayli 3 kishi dollarli millioner bo'ldi. Haqiqatan ham bu haqda maktabda yoki kollejda aytib berishmaydi. Nima uchun?